Nomer 1 qo'ylar akalar. Nomer 1 qo'radan, nomer 1 boladan, nomer 1 qo'chqorlar bilan video syomkani boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ismoil O'z kanali obunachilar, chorva ishqibozlar, qo'zi qo'yish qozlar. Hurmatli obunachilar, aziz kuzatuvchilar, Xudo xolasa biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroyqishloq Shovon mahallasida shu optimchi, arzonchi Bekzod Bek ukamizni qo'y firmasidamiz. Qadrli obunachilar, aziz kuzatuvchilar, Xudo xolasa siz aziz obunachilarimiz uchun imkonimiz boricha eng arzondan ham arzonda qo'yishlikda davom etamiz. 3-may akalar, yakshanba kuni dam olish kunida olinayotgan video syomkamiz, xudo xolasa dam oladigan video qilib beramiz. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oldingizmi? Obunachilar, assalomu alaykum. Xudo xolasa yangi qo'y firmamiz mana ochib oldik, inshaalloh. Qutlug' bo'lsin. Barakali bo'lsin aka. Shunga bitta badishga qilib qo'yasizlar, like bosi kommentariyaga, uka, gazini bos. Oldin qanday badishga qilgan masalan o'shanday. Xudo xolasa o'zini zo'rlarini olib kelib oldik aka. Maza qilib video qilamiz. Xudo xolasa. Kayf qilib ko'radi ko'rgan odam. Narxini eshitib ham kayf qiladi, qo'zini ko'rib ham kayf qiladi, qo'rani ko'rib ham kayf qiladi. Bugun addish video qilamiz yurakdan aka. Qo'chqorlarni ko'rsating aka. Hurmatli obunachilar, qo'chqorlarga bir e'tibor berasiz. Yirik, haqiqiy o'sha toza ovqatga to'ymaydi qani deb qo'yasiz aka. Hisorini zo'ri. Hammasi dumbas, tikka dumba, osilgan netkani, pichmasi, axtasi yo'q ichida aka. Eng asosiysi akalar toza rangli, toza qonlisidan. Yaxshi qo'y boqmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun 100 kilo, 150 kilo, 160 kilogacha chiqadigan qo'y boqaman degan aka-ukalar telefon qiling. Aloqaga chiqib bog'laning. Hisorini ishqibozi o'zi bilan. Go'shti yoriladigan variantida aka. Soni 30 dona. 30 bosh. 30 bosh, bir pachka. Videoda oxirigacha ko'rasizlar aka. 150 ga yaqin qo'yimiz kelgan. Xudo xolasa chiroyli qilib obunachilar maza qiladigan narnavo bilan maza qiladigan video qilib beramiz aka. Birinchi partiyamizga 30 dona aka. 30 dona yosh oyligi? Yosh oyligi 5 oylik 6 oylik atrofida. 5-6 oylik atrofida. Akalar videoni boshidan oxirigacha kuzatib turasiz. Bugun Bekzod Bek ukamiz mayda qo'ymas, dangalatish kerak. O'zi boqayotgan nomerlarning qo'chqorlari ham bor. Ulardan ham ko'rsatamiz. Chiroyli qilib obzorini qilib beramiz ulardan. Xo'p. Yerda balandligini qanchaga aytaylik Bekzod? Yerda balandligini 70 ga aytaveramiz aka. 70 piyli soladi, 70 ga olishaveradi. Lekin akalar ancha dadil qo'chqorlar, imkoniyat bo'lsa tepasiga kelib ko'rsangiz ham bo'ladi. So'z bilan yakshanba lokasiyadan tashlab beramiz, tepasiga kelib xotirjam qo'l va ko'ngliga yoqqanini olsin, pulga olyapti. Zo'rini olsin, ko'ngilga yoqqanini olsin aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, Bekzod Bek, necha pul qo'yamiz buni? Hammasini bir joyga olasiz, aka? Mana narsalarni ko'ring, bitta narsa esingizga tushyaptimi? Nomeradin qo'rodan, nomeradinlar, nomeradin boladan dedi-yu. Aka, ag'dan bag'dan qilmayman. 4 million bor 200 ming so'mdan. Bor aka. 4 million 200 mingdan ketdi. Zo'r. Qo'y zo'r haqiqatan ham. Qo'y ham zo'r, xudo xolasa. Narxi ham zo'r aka. Endi o'tish joyini gapirdi. Obunachilarga 100 ming so'm. 100 kiloda bo'ladi, yana 100 ming. Bor aka. 4 million so'm. 4 milliondan ketdi aka. Bekzod Bek haqiqiy qo'y zo'r. Bir joyga olsin. Qo'yga e'tibor berasiz, hali 3 aka pochinga bo'lyapti. Narxi yengil bo'ladi, xudo xolasa. 3,5 36 chiqarayotgan qo'chqorlarimga taqqoslamang. Ularda ancha-ancha dadil akalar bular. Ancha-ancha yirik. Imkoniyat bo'lsa tepasiga kelib ko'rsangiz ham bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bemalol tavsiya qila olamiz. 4 million so'mdan demaymiz. 150 ta qo'ydi ichida 30 ta saralangan aka. 4 milliondan ketdi bir joyga dastlabkasi ichida. Ukamdek qilamiz. Bugun obunachilar uchun ishlaymiz. Biz doim obunachilar. Obunachilar biz uchun ishlayapti, biz obunachilar. Endi uka buni 3,5 36 ham qo'ymas. Yo'q aka. Endi men savdogarman. Juda ozib. Bitta gapiraman. Ajoyib gap gapiraman gapirganda. Jarg'aytaversangiz bo'ldi aka. Haligi shiyoring esingdami? Toma-toma aka, ariq kanal bo'lish shart emas. Toma-toma bo'lsin, ko'l bo'lsin. 3 million 800 ming. Yo'q. Aka dengaliga u tekkiz ham chiqmaymi? Tekkiz ham chiqmaymi? Yo'q aka. Ozza baraka bek. 3 million 800 ming so'mdan haqiqiy qo'ying dadil, yirik. Hech bo'lmasa 50 ming so'rang, 100 ming so'rang, 200 ming o'tib beraman men. Obunachilar uchun dadil bugun o'tmasang bo'lmaydi aka. Ber. Bundayda bek birinchisi pochin bo'ladi uka. Aka. Og'ondan 30 tani bir yerga olgandan barakat olsun. Pochin deganingizga beryapman. Birinchi odamga xayrini ham qilib beraman. Bor aka. 3 million 800 mingdan bir yerga ketdi, xayri ichida bo'ladi aka. Akalar qo'ylar dadil. Pochinga olma, birinchi qo'lga. Arzon bo'ldi akalar. Solishtirib ko'rasiz. Libojaga liboy qo'ragan liboy yuzga solishtirsin. Bemalol solishtirib ko'ra olasiz akalar. Holat ideal, dadil, baquvvat qo'zilar. Haqiqatan o'sha bo'ladigan boqib yaxshi rezultat qilaman degan aka-ukalarimiz bizni maza qilishadi aka. Rahmatini aytishadi. Kelib ko'ring. Mana misol uchun oyoqlariga ham e'tibor beringda qo'zini. Keyin bu cho'g' sohalari bor, cho'g' sohalariga ham bitta e'tibor berib qo'ying, qo'zi bor, o'ta dadil. Yeyishini bitta ko'raman aka, yeyishini. Ovqatga o'ta o'chagan. Ertalabdan bir ovqat yeyapti. 6 dan biri bedi aka. 3 million 800 ming so'mdan birodarlar qaytarib o'taman.
3 milyon 600 ming, 3 milyon 700 ming, 3 milyon 800 mingga chiqaradigan qo'ylarga solishtirmang. Ancha dadil ulardan. Hamma joyga solishtirsin. Aka, tepasiga kelib ko'rishsin. Tepasiga kelib ko'rishsin. Alloh o'zi barakasini beradi. Dangalga pochillik uchun beryapman. Bo'lmasa 4 million so'm qo'zini narxi. Lekin pochillik uchun beryapman. Tanlab olsa-chi. Olsin, maza qilsin, keng aka. 3 million 900 mingdan yoqqan narsa. Barbar aka. Akalar telefon qiling. Aloqaga chiqib bog'laning, layklar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'ying. Hammaga nasib qilsin, aynan qo'y fermerlar. Hammaga nasib qilsin akalar. Xudo xolasa yaxshi Niyat qilsin, aka niyat qilganman. Dangalga bo'tkilar ham uyda qo'yar. Niyat qilsin yetkazadi Xudo. To'ppa-to'g'ri. Niyat qilsa hammani yetkazadi. Shunday. Akalar bizdan uzoqlashmaysiz, oldinda yana partiyalarimiz bor, uni ham bir qator ko'rsatishlikka harakat qilaveramiz.